Assalamu alaykum. Barliq Uyg'ur balalar. Dunyoning har yerdagi Uyg'ur tilida so'zlashuvchi azizlar. Bugun 2022-yili 2-oyning 21-kuni Dunyo Ona til kuni muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, suyimli balalar. Butkul dunyodagi Uyg'ur ona til fidokorlari hammalariga salomlar bo'lg'ay. Ona til kun muborak bo'lg'ay. Ona til Uyg'ur millatining vijdonidir. Ulug' Allah bizlarni yaratganda insonlik, Uyg'urlik belgimiz va burchimiz Uyg'ur tili bilan yaratgan ekan. Uyg'urlik ruhi qadrdan analarimizning o'g'iz sutlar bilan birga mo'nliq allay naqshlari va qo'shiqlar bilan vujudimizga singan ekan. Demak, insonligimizning tunji daqiqasidan boshlab toki hayotimizning oxirgi tiniqlarigacha bizlarning mavjudligimiz, odamiyligimizning o'chmas muhir tamg'isi, Allohga nishon vositasi ana shu ona tildir. Ona til anamizning tabarruk tilidir. Til dilimizning namoyandasidir. Aqlning elchisidir. Qalbning durdanisidir. Ajdodlarimizdan avlodlarimizga yodigar, miros, tangdoshsiz go'hardir. Ana tilimiz Uyg'ur tilidir. Uyg'ur tili dunyodagi tillarni radga tizganda garchi 60-o'rinda bo'lsa-mu, lekin yer sharidagi necha o'nlab davlatlarga yulduzlardek taralgan va taklamakan tarim bo'ylarida hayotlik, mavjudlik uchun jasorat chidam ko'rsatayotgan 20 necha million Uyg'urning bosh tojisidir, qalbining vijdonidir, ko'ngil to'ridagi bebaho angishtardir. 20 necha million Uyg'urning yurak sadosidir. 20 necha million Uyg'urning vijdonidir. Millat bo'lib mavjud turalishidan deki büyük tövrükdür. Ajdodning tavarruk yurigi, avlodning kalgisi kövrigi, aqlning ko'znigi va ko'rikidir. İmanimizning jarchisidir. Barlig'imizning mavjudlik aloqa vositasidir. Ana tilimiz olam shumul tarixiy to'hfalari bilan qancha asrlardan buyon nomi tillarda doston bo'lib kelgan mashhur olimlarimizdan Mahmud Qashqari, Yusuf Xos Hojib, Navoiy kabi buyuk ajdodlarimizning iftixor tuyg'usi va g'urur namoyandasidir. Ajiba, mushundoq ulug' madaniyatning varislari, izchilari bo'lgan bizlar nima qilishimiz va qila olishimiz mumkin? Bu har bir Uyg'ur o'zimizdan so'rab ko'radigan bir savol. Javob izlaydigan, izdindigan, mas'ul bo'ladigan bir savol. Inshaalloh, har bir Uyg'ur ona tilimizni qadrlaymiz, to'g'ri qo'llanamiz, doim ishiltimiz, qo'g'daymiz, rivojlantirishga tirishimiz. Ona tilida so'zlash, yozish, o'qish, ovozli asarlarni yaratish, ona tilni o'rgatish, tadqiq qilish, varislik qilish bosh tortib bo'lmaydigan burchimizdir. Vatan ichida anglayotganimizdek, ko'rayotganimizdek ona til o'qitish taraqqiyotiga cheklama nurg'un. Tadqiqot bo'lsa yo'q deyarlik. Xuddi bir she'rda aytilgandek, jahon tusa nadonlar, to'rga chiqar saranglar, kavi pastga sangilab egiz o'sar baranglar, suv to'shigan har bo'lur, ko'zi chaqqan ati var, haqiqatning bilini egar g'aybat paranglar. Ahvol ana shundoq ekan vatanda, undaqda vatan sirdichu. Xo'sh, muhojirat, musofirchilikning qanchalik qiyinligini barlig'imiz obdan bilyapmiz. Qattiq ochiqlardan jutyapmiz. Vijdonlarimiz o'rtanyapti. Qadamda bir ko'rayotganimizdek imkonlar intayin cheklik. Ammo o'z ona tilimiz jonga eng yaqin, baldek shirin. O'zga elda turib, shu yerdagi millatlar, davlatlar tilini bilishga albatta ehtiyojimiz bor. Lekin har bir Uyg'ur qarindosh chin yurakdan jasoratlanib izdansak, imkonsizlikdan mumkinchilik yo'llarini topqili, taqoq eshiklarni ochqili bo'ladi. Amaliy ishlarda nimalarni qila olamiz deganda, hammaylar o'zimizdan boshlaylik. Oilamizda,
ikki Uyg'ur bir yerga kelsizlar, balalar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, yashanganlar bo'lsin, Uyg'urcha so'zlashaylik. Uyg'urcha yozishaylik. O'qishni har kunlik odat qilaylik. Balalarimizga ona tilini farz bilib o'rgataylik. Balalarni tabiat bilan, Uyg'ur jamoatchiligi to'pliqlari bilan ko'proq uchrashtiraylik. Ko'pchilik bir niyatda tirishsak, Uyg'ur tili yaslisi, boshlang'ich ona til tarbiya markazlari, Uyg'ur madaniyat ko'rgazmaxonalari qatorliq aslahalarni qurib chiqa olishimiz mumkin. Bularning tarixiy ahamiyati va amaliy qimmati intayin zo'r bo'ladi albatta. Albatta yana Uyg'ur til tadqiqot, taraqqiyot fondlarini qurishimiz mumkin. Mablag' iqtisod ajrata olishimiz, jig'ilay olishimiz ham mumkin. Bir guruh qarindoshlarimiz birlikda ishlasak, yiliga bir qancha Uyg'urcha kitob, jurnal nashr qildira olishimiz mumkin. Uyg'urcha kalendarlarni ishlashni davom qildirsak, balalarimizga, yoshlarimizga ulgi yaratsak bo'ladi. Uyg'ur balalar va yoshlar uchun ona til madaniyat kuni haftaliklari qatorliq temalarda maxsus faoliyatlarni uyushtirish orqali balalarni uchur bilim elish fursatiga ega qilishimiz mumkin. Muhim ahamiyatli kunlardagi faoliyatlar medialarda yozma, ovozli, rasmlik, filmlik paketlar bilan ko'pga taqtilsa, saqlanib qolsa, iz qoladi, ahamiyati zo'r bo'ladi. Har bir ahamiyatli faoliyatlar Uyg'urning tamg'isi bo'lsa, izi o'chmas bo'lib mangadi. Musofirchilik hayotda eng chong bosh qatinchiligi bo'lib, dastlabki yillarda til qiyinchiligi. Buni hammamiz beshimizdan o'tkazdik. Go'yo o'zimizni bakmo yegana g'arib sezganimizdek. Nima uchun? Chunki bizning tilimizni tushunadigan odam yo'q atrofimizda. Bizmi ularning tilini tushunish va madaniyatlarini bilishda naytim zo'r qiyinchiliklarni boshdan kechirib o'tdik. Shunga tilning qadri har bir kun, har bir soatda, har bir organda, har bir makonlarda bakmi o'tliglik. Ehtimol necha 100 ming qatimlab, "Hey isit, o'z vatanimiz bo'lsa-chu, kashki o'z qavmimiz, o'z xalqimiz orasida ona tilda rahat so'zlashib, mungdashib, ona tilda tafakkur qilishib, muloyiza qilishib, bu hayotni kechirar edik" deganlarimiz ko'rmin. Misol olsak, talay ko'ngilsiz aslimilar dilimizdagi yorlarni tatilaydi. Ko'nglimiz g'ash bo'ladi. Ammo genimizda Alloh bergan mo'jizadek tirishchanlik, chidamchanlik mavjud. Izdansak, tirishsak, boshqa tillarni obdan o'rganib ketgili, hatto boshqalarga o'rgatgandek saviyaga yetkili bo'ladi. Tirishaylik. Lekin unutmaylikki, boshqa tillarni bilish sharaflikdir. Ona tilni bilmaslik vijdonimizga xiyonatdir, nomusdir, ayb ishdir. Ona til hammalarga omonatdir. Oxirda bu oddiy she'rni hammalarga hadiya qilay. Ana tilim, tili anamning, ana misal vatan emasmi? Til o shahi ashu vatanning, shahsiz vatan dardman emasmi? Ana tilim, tili anamning, Mahmud bovam varis emasmi? Jahon xalqiga yoygan javohir unutib qelish nomus emasmi? Ana tilim, tili anamning, xas hajibqa durdan emasmi? Dastan putgan har unsida qalbim turida sulton emasmi? Ana tilim, tili anamning, harflarda bo'ston emasmi? Ko'kda chaqnagan ay va cho'lpandek million Uyg'urga vijdon emasmi? Rahmat. Bugungi programmamiz mushiyada oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.